Bozorlarda go'sht narxlari oshgani aytilmoqda. Faqat narx-navo. Ha, bu boshqa ish. Negativ narsalar yo'qmi? Yo'q. Yandex.Lavkada lahm mol go'shtini 173 ming so'mga olishingiz mumkin. Farqi yo'q, supermarketlar tarmog'i bo'ladimi, qassoblarda ham go'sht narxi oshgan. Judayam qimmat. Yeb ichishga narsa qolayotgan-ya pensiyadan. Chetda go'sht kirmayapti-da, Belarusdan keladigan, ya'ni Xitoydan qayerdan go'sht keladi, ular kirmayapti. Kasallangan chorva ommaviy yo'q qilinmoqda. Ayrim hududlarda karantin joriy etilib, go'sht va sut savdosi cheklangan. Kun bo'yi shetdamizda ko'ramiz, 300 gram, 400 gramga bering deb odamni hijolat bo'lib keladi. Savol esa ochiq qolmoqda. Narxlar yaqin orada barqarorlashadimi yoki bosim davom etadimi? Bozorlarda go'sht narxlari oshgani aytilmoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, mart oyida mol go'shti 10% gacha, qo'y go'shti esa 2.4% gacha oshgan. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Toshkentdagi Eskijo'va bozorida mol go'shti 75-110 ming so'm, qo'y go'shti esa 86-110 ming so'm atrofida. Ammo bozordagi narx-navo ko'rsatilgandan ancha qimmatroq. Ayni paytda Eskijo'va bozoridamiz. Bu yerdagi real go'sht narxlari qancha ekanligini bilish maqsadida sotuvchi va xaridorlarga mikrofon tutdik. Ular nima deydi? Yaxlaganlari 85 ming. Yaxlamaganlari 95-100 ming. 90 ming qo'y go'shti, 85 ming mol go'shti. Ha. Go'shti 75 ming olma. Go'shtlari yaxshi, men klientman bularga. Go'shtlar oshgan paytda bunaqa oshirib yubormaydi bular. Qo'y go'shti 150 ming, 160 ming bor. Mol go'shtichi? Mol go'shti ham pashto shunaqa. Qo'y go'shtilar mesli qo'ylar 150 ming bor. Mol go'shtichi? Mol go'shtilar ham shunaqa 150 ming, 140 ming o'ziga qarab. Eng zo'ri 165 ming kerak. Lahm 155 ming, 160 ming. Mol go'shtiga? A qo'y go'shti qanaqa? Qo'y go'shti 160 ming. Biza 110 mingdan 120 minggacha sotyapmiz. Suyakli go'sht. Rosa 120 minggacha? Ha. Suyakli, Ha, suyakli. Go'shtini hech pulda oldik. 155 mingdan oldik. Ozgina qimmatlashgan, ha. Mesli mollarni o'zi 125 ming, 120 minggacha sotilyapti. Ham 35 ming, bunisi 8 ming. File 40 ming. Odamlar olyaptimi, qiyinchilik tug'dirmayaptimi go'shtlar? Yo'q, yaxshi. Qimmatladimi? Tovuq go'shtimi? Tovuq go'shti qimmatlamadimi? Yo'q, endi tushyapti, endi osh anaqasi bor. Har kuni qimmatlashyapti-yu. 10 mingdan. Belarusdan kirmayotgan ekan, shuncha ko'tarilayotgan ekan. Mol go'shtini 150 ming, mesli o'zimizning mahalliy go'shtlar, qo'y go'shtlari ham 150-160. Maksimum qancha eng yuqorisi? Eng yuqorisi 160 ming. Ba'zi joylarda 200 minggacha ko'tarilgan. Yo'q, Chorsuda emas, u endi Aleskidadir, Boylarni bozorida. Mol go'shti suvagi bilan 130 ming, 135 ming. Lahmi 155 ming, 160 ming. Qo'y go'shti 160 minggacha, 150 ming qo'rg'ali joylarim. O'zimizning mesli go'shti narxi. Arzonlashtirilgan go'shtning sifati yaxshi emas degan. Endi hammaga har xilda, bir xillarga bilinadi, bir xillarga bilinmaydi. Endi bizga o'sha mazasi yaxshi, u bilan bu go'sht bir xil ko'ringani uchun mana shundan olamiz-da. Bozorda arzonlashtirilgan rastalardagi go'sht narxlari vazirlik e'lon qilgan miqdorga mos. Ammo gumbaz ostida go'sht narxi 160 ming so'mgacha. Ayrim joylarda esa 200 ming so'mgacha ham yetmoqda. Bundan tashqari Yandex.Lavkada lahm mol go'shtini 173 ming so'mga olishingiz mumkin. Korzinkada esa mol go'shti 79.990 so'mdan boshlanib, maksimum 259.990 so'mgacha. Qo'y go'shti esa 169.990 so'mgacha. Siz go'shtni qanchadan olyapsiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bozorlarda go'sht narxining oshishiga bir necha omillar sabab bo'lmoqda. Avvalo, bu geosiyosiy vaziyat va logistika muammolari bilan bog'liq. Oxirgi haftalarda buni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi berayotgan har kunlik axborotlardan ko'rib turyapsiz, go'sht narxini qimmatlashayotganligi. Chakana savdoda ham farqi yo'q, supermarketlar tarmog'i bo'ladimi, qassoblarda ham go'sht narxi oshgan. Asosan mol go'shtining narxi oshgan. Bu nima bilan bog'liq? Bu birinchi o'sha urush natijasida mamlakatlar duch kelayotgan logistik muammolar bilan bog'liq. Urush bor joyda albatta xarajat oshadi. Bu xarajat shu siz import qilayotgan, siz eksport qilayotgan tovarni ustiga qo'yiladi-da. Oxirgi to'lovchisi urush xarajatini. Ya'ni biz iste'molchi bo'lib qolamiz. Bundan tashqari Rossiyaning ayrim hududlarida
xususan Novosibirsk oblasti, Oltoy o'lkasi, Shimoliy Kavkazda qoramollar orasida quturish va pasterilyoz kasalligi tarqaldi. Kasallangan chorva ommaviy yo'q qilinmoqda. Ayrim hududlarda karantin joriy etilib, go'sht va sut savdosi cheklangan. Bu vaziyat fonida Qozog'iston ham choralarni kuchaytirdi. 19-martdan boshlab zararlangan hududlardan chorva, go'sht mahsulotlari va qayta ishlanmagan ozuqa importi hamda tranziti vaqtincha to'xtatildi. Natijada asosiy logistika yo'nalishlari yopilib, Markaziy Osiyoda ta'minot qisqargan. Bu esa go'sht narxining bosimini kuchaytirmoqda. Shuningdek, mart oyida go'sht importining o'sishi sekinlashdi. Kasallik tarqalishi va transport koridori yopilishi sabab Rossiya va Belarusdan mahsulot yetkazib berishda uzilishlar kuzatildi. Bundan tashqari Kobul va rasmiy Islomobod o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyat fonida Pokistondan Afg'oniston orqali go'sht kirib kelishida ham muammolar kuzatildi. Qassoblar va go'sht sotuvchilar bilan suhbatlashganimizda ular ham turlicha sabablarni aytishdi. Eshitdim bo'yicha Eronda fuqarolar olib kelar ekan, Eronda urush bo'lgan sabab. Boz chetdan keladigan go'shtlar sizlar Chetdan qayerdan kelyapti bu go'sht? Pokiston, Hindiston. Eron urushyapti, yo'llar yopiq. Bular endi bo'sdi kam, svejiy go'shtlar. O'shancha shu hisobiga. Go'sht narxlari qimmatlashdi deysiz. Judayam qimmat, judayam qimmat. Yeb ichishga hech narsa qolyotgani-yu pensiyadan. Kommunalkalar judayam qimmat hamma narsa. Judayam. Hech kim xalq o'ylayotgani yo'q. Chetda go'sht kirmayapti-da, Belarusdan keladigan, ya'ni Xitoydan qayerdan go'sht keladi, ular kirmayapti. Qo'ylar narxi oshib ketdi, 130 minggacha so'yilyapti. Endi ko'pchilik boqmayapti. Boqsa qo'shnisi dodlayapti, boqmagin deb, sas ketyapti deyapti. O'sha hisobiga yem xashiy qimmat. Yem qimmat. Yem. Yemga bog'liq hammasi. O'zi mana bahor payti shunaqa qildim. Mesni sal tortiladi, nimagaki o'sha bolali degan payt bo'ladi-da. O'shani hisobiga 5000 sal farq qoladi. Go'sht kirmayapti-da chetdan. O'shanga. Oldin 10 ta fura chetdan go'sht kelayotganmiz, hozir bitta fura kelyapti. O'shani hisobiga bu yoq ko'tarildi. Narx oshishi aholining xaridiga ham ta'sir qildi. Avvallari 5-6 kilogramm go'sht olganlar endi cho'ntagiga qarab kamroq xarid qilmoqda. 5 kilo, 10 kilo oladiganlar hozir 2-3 kilo var. 2 kilo oladiganlar 1 kilo, 1,5 kilo olyapti. Klientlar qanaqa? Olishi o'zgarganmi? Kamroq olyaptimi yoki? Kamroq oladi. Kimga qanaqa, kimga qimmat, kimga arzon? Sizga bunaqa bilingani yo'q? Yo'q, bilindi endi. Noiloj olamiz Qancha endi. go'sht oldingiz? 3 kilo. 300 gramm ham go'sht olyapti odamlar bir kunlik ovqat uchun. 300 gramm. 300 gramm ham o'lchash tepasida biz kun bo'yi shetdamizda ko'ramiz, 300 gramm, 400 grammga bering deb odamni xijolat bo'lib keladi. Oldingiga nisbatan sal tortildi go'sht olish, chunki narx-navo olsa hamma narsa bilasiz. U ham narx-navoga taqaladi. 3 kilo olayotgan odam ham 2 kilo, 2,5 kilo, 1 kilo oladigan odam 1,5 kilo oladi. Nima topish tushlar deb chiqasiz, o'zingiz kelib, falon kilo deyapsiz, cho'chaga qarab muomala qilasiz. Bu shunaqa narsa-da, seni. Xulosa qilib aytganda, go'sht narxlarining oshishi, tashqi bozordagi uzilishlar, logistika, yo'llarning yopilishi, chorva kasalliklari va importdagi sekinlashuv. Bularning barchasi ichki bozordagi taklifni qisqartirdi. Natijada narxlar oshdi va bu bevosita aholining xarid qobiliyatiga ham ta'sir qildi. Odamlar kamroq go'sht olishga majbur bo'lmoqda. Savol esa ochiq qolmoqda. Narxlar yaqin orada barqarorlashadimi yoki bosim davom etadimi? Buni esa vaqt ko'rsatadi. Iqtisod va moliyaga oid eng muhim yangiliklarni vaqt o'zida kuzatib boring.